Assalomu alaykum. Mana bugungi hafta vokzalida bo'lganmiz. Padmayak ish jarayoni. Mayak tortilgan. Mana ish jarayoni ketyapti. Mana usta polvon astodil mehnatdalar. Mana piralab ham bugun ishga chiqqanlar. Piralab mana bu mayak qo'yildi. Xonalarimizga ishga tayyor. Mana shunday mayak qo'yib chiqiladi. Keyin xudo xolasa eniga ham bo'yiga ham nol chiqadi. Mana suvaga oladi. Pastni birinchi hamma joyda tepadan pastga tushsa, biz usta pochchalar pastdan tepaga chiqishadi.